Bolalar, yana sizlar bilan Musharraf Minecraft. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosish esingizdan chiqmasin bolalar. Videoni oxirigacha yurishsa bo'lish kerak bolalar. Unda videoni boshladik bolalar. Birinchi bolalar, mani miyamga zo'r g'oya keldi. Qilchi men do'kon ochmoqchiman bolalar. Ana borib yerdan so'rab kelishim kerak. Keyin qanaqasi daraxt bilan daraxt o'zim bo'ldi. Daraxt so'zini qilsam, keyin bitta joyga qurarman. Hozir bu yerda so'ray biringda bolalar. Mer nimaga eshik ochib? Mer, assalomu alaykum mer. Mer. Assalomu alaykum mer. Ha, salom Rafiya, qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi rahmat. Короче, men do'konimiz bizani qishloqda do'kon yo'q-ku. O'shanga men qishloqda do'kon ochmoqchiman. Ha, mayli, ochur. Faqat menga yaqin bo'lsin. Ha, mayli. Rahmat, ruxsat berganingizga. Bolalar ruxsat berdilar. Короче, endi ketdik. Daraxt terib kelamiz. Qishloqda. Mana 10 ta daraxtlar terib kelsak zo'r bo'ladi. Bir 25 tacha olamiz. 3 ta olamiz bolalar, yaxshi bo'ladi. Mana buni ham qarab olamiz-da. Olamiz. 11 ta bo'ldi, mana. Zo'r bo'ldi. Endi bunisini olib yana 10 ta kerak bizga. Mana bolalar oxiriga borish kerak menimcha. Bolalar sizlarda короче bitta obuna kutib qolaman. O'shandan keyin zo'r videolar chiqishi mumkin bolalar. Mumkin emas, o'zi chiqadi bolalar, zo'r videolar. Ko'proq obuna bo'lsanglar, ko'proq video chiqishi mumkin. Nima to'xtab bo'ladi bolalar. Shart emas. Endi uyimizga kirib buni taxtaga aylantirib olamiz. Perstak. Mana. Bolalar yetadi. Endi aytgan joyini ham olishimiz kerak. Oynani, eshikni. Bo'ldi, qolgani kerak emas. Mana. What the fuck ko'ringlar bolalar. Mana mashta quramiz. Voy, tosh kerak endi. Inventarimda yo'q ekan. Tasdan topamiz bolalar. 2 dollar tosh kerak edi. Bo'ldi, ketdik. Chiqib qoladimi? Bolalar ana. Mana. Mana normal bolalar. Menimcha bo'ldi. Ko'payib ketdi ekan. Ko'payib ketibdi. Katta bolalar bizani qishlog'imizda bitta ham do'kon yo'q edi. O'shaning uchun men otolman. Bo'lmasa, boshqa qishloqqa borib narsalar olib kelishga to'g'ri kelyapti. Go'sht olib kelish kerak bo'lyapti. Endi men do'kon ochaman. Mashta hamma olaveradi. Bo'ldi bolalar, tayyor. Endi tomini yopamiz. Bo'ldi.
Quloqli karaoke o'zi valda karaoke. Qilmasa ham farqi yo'q. O'zini xohishi. Mana buni olamiz. Tayyor bo'lishiga ham ozgina qoldi. Bu tiqimi qo'y, mera ham buzilib qoldi. O'ta qish qo'yganman. Chay qishloqqa. Bo'ldi. Tez javob borishimiz kerak edi. Unda qishloqlar kirib olaveradi. Men bu kerak emas ekanimda, eshigini xato qilasan senlar. Mana men tibga qilman o'zi. Endi inventardan mana olamiz. Bo'ldi, so'ri bo'ldi bolalar. Endi mendan ikkitani ochamiz. O'yna. Inventardan olib qo'yamiz, bo'ldi. Qishloqqa balon bo'pti. Bitta ekan. Salom qishloqqa. Salom Rafiya, qandaysan? Nima quryapsan? Karib, men yangi do'kon quraman. Yo'qol. Bo'ldi, normalnimi? Bo'ldi, unda kassani qilamiz endi. Kassani qanday qilsa bo'ladi? Bundoq qilamizda, yo'q. Bundoq qilamizda. Mana bunda qanimiz qilamiz endi. Hozir olib kelamiz unda. Chiqib asosiy inventarda bo'lmasa bo'ldi, bular. Mana voy yo'q ekanmiz edi. Bunda mana olib turamiz. Vaqtinchalikka qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, ketdik bo'lgan. Do'konimizdan tayyor bo'lishga ozgina qoldi, короче. Bizga qishloq. Yer uyini qishloq senga balo bormi? Rafiya, bu qayer bu? Botmi? Bot magazin bo'ladi, do'kon bo'ladi. Qop chiqdi o'tdan. Balo bormi? Mana shu kassa qilamiz bolalar. Voy, motor qo'yib qo'ydim. Yo'q. Ketdim. Voy, yana motor qo'yib bolalar. Mana naq qo'shya, ala. Ertib qo'ydim. Короче, bo'lma zo'r yo'lni o'yladim bolalar. Mana bunda olasizlar-da. Yo'q, mana bo'ldi, bitta bo'ldi. Endi mana bitta sandiq olamiz. Bu yoqqa go'sht solamiz, короче. Bu yoqqa sabzavot. Bu yoqqa bilmayman, nima solamiz, короче. Bu yoqqa mevalar solamiz. Bo'ldi, ketdik endi. Endi o'zimga ham bitta sandiq qo'yib qo'yishim kerak. Mana buni buzamiz, buni o'rniga sandiq. Ana bu nima seda bu qishloqqa. Bo'tda tez. Voy, qishloqni yo'limiz. Qo'rqashi yo'q, qishloqqa yo'qol. Mashqda hamma qo'ymagan qishloqqa turar ekanlar. Ammo men bo'lsam sabzavotlar olib kelaman uyda. Короче, chanmakni tayyor bo'ladi bolalar. Go'sht ham bor, go'sht, sabzavot, bu boshqa narsalar ham bor. Mana hammasi bolalar. Ularni hammasini olib olish kerak. Qachonda qilaman? Hammasi olinmadi, keyin kelib olib ketaman endi. Qolganini va o'zi hozir zombilar ham kelishni boshlaydi. Ezib yuboradi keyin zombilar ham. Bolalar, sizlarga savollar. Minecraftda
Nechinchi qishloqda yashaysizlar? Davay fikringlarni yozinglar. Nechinchi qishloqda yashasizlarni yozinglarchi. Tilim aylamayapti, короче. Yashashinglarni yozinglarchi bolalar. Bu yoqqa go'sht solamiz deganmiz. Go'sht, mana go'sht. Svet fakel olib kelyapman. Kelib olaman o'zim, короче. Go'shtga baliq ham kiradi. O'shancha baliq ham aniq qo'raman. Mana shuncha go'shtimiz bor bizali. U rabbit ham bor ekan. Rabbit degani nima degani sizlarga savol? Men bilaman bolalar. Sizlar bilasizlarmi? Bilsanglar kommentariyada yozinglar. Qanday bilarmikansizlar? Bu yoqqa sabzavotlar solamiz. Sabzavotlar kam bo'lishi mumkin, lekin yana olib kelaman uyda. Mana kartoshka. Sabzavotlar yo'q, nonni-chi. Mana bitta yozamiz. Nonni alohida qilib qo'yamiz. Chunki non sabzavotlarni ichida turibdi-yu bolalar. Qolgani hammasi meva bo'lishi kerak. Meva ekan. Mana sariq olma ham bor, golden olma. Golden degani nima degani bolalar, sizlarga savol. Golden degani oltin degani bolalar. O'z to'g'ritdim bolalar, kommentariyada yozinglar. Voy, yana anolar keldimi? Zombilar o'ldirib tashlash kerak bular. Okey. Voy. Hujum qilamiz. Taxminimiz. Bo'ldi, qochib kerak. Men ishimni ochib qo'ydim. Bizlar magazin Ford'lar olib kirib ketdi-ku. Jitel. Hozir chiqarib yuboramiz. Jitellar endi menga rahmat deyish kerak. Boshqa qishloqqa borib, go'sht olib kelganlar ko'ra. Mana Jitel. O'lib tashiyman, Jitel. O'lib qoldi bolalar. Mayli, voy mer qarab turing. Nima qilyapti? Zo'r mer o'zi chiqmadi-ku. Ko'ringlar bolalar. Voh bolalar, yaxshi mer indamadi. Bu yoqqa go'sht solamiz. Go'shtimiz, shumi go'sht. Lekin quyon go'shti yomon ko'p ekan bolalar. Quyon go'shtini ko'p olganman-da magazinlardan. Chunki go'sht ko'p olishyapti-da, ko'p olishyapti. Jitellar. Mana kartoshka. Bu ya nima? Bu sholg'ommi bolalar? Nima bu bolalar? Mana shu nima bu? Sizlar kommentariyada yozib yuboringlar jigarlar. Voy, men sholg'omni ham mana yoqqa qo'yman-ku. Sholg'om bitta olamiz. Bitta olib, bu yoqqa solamiz bolalar. Chunki sholg'om anining ichida turibdi-ku, mevalar ichida. Endi borib fakel olib kelish kerak. Fakel merikida olib turamizmi? Yerroyda ham yo'q. Bu hozir qishloqlikida o'madi. Nechtaga? 4 taga. Bitta yetadi menimcha ularga. Hozir tayyor qilsam, ertaga sotishni boshlaydi bolalar. Bitta. Bu yoqqa bitta. Zo'r bo'ldi bolalar. Men buni kirib olaman-da. Pullarni solib, qo'raman bolalar. Zo'r bo'ldimi yoki g'alatimi bolalar? Kommentariyada yozaveringlar. 10 dan necha qo'yasizlar? Magazinga bolalar. O'rchilar kiryapti. Men nima kerak deyman? Go'shtni mana olib beraman. Zo'r bo'ladi bolalar. Bitta stul yasab qo'yish kerakmi deyman-da. Ya, stul kerak emas.
qornim ochib ketdim man uyga. Qanday qilib qo'ymasam jitilib qoladi. Bo'ldi, endi bularni qo'yaman. Endi sandig'imga solib qo'yaman. Video ham ko'payib ketibdi уже. Mana bolalar Merruyni ko'rdinglarmi? Men Merruyni o'zgartirdim korchi. Endi mana bunda yeb olishimiz kerak, o'tirib. Korchi, ovqatlab olamiz. Yana bitta xalqonni qo'yapti. Yana bitta olib boramiz. Korchi, bolalar o'sha mana magazinimga nechidan nechi qo'yasizlar? Korchi, bolalar, sizlar bilan Rafiyaman. Nima bo'ldi? Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr bolalar, podpiska va like bosish esingizdan chiqmasin. Chunki biz oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Xayr bolalar.